Ana akalar, O'zbekistondagi eng bozori chaqqon shaftoli sizlarga obzor qilamiz. Gilosni ham qildik do'stlar, ko'pchilik biladi. Gilosni ham obzor qilganmiz. Eng zo'rlarini eksport variantini qilamiz. Bunda ham eksport varianti, ham bozorda nechta pul sotilayotganlari hammasini aytib o'tamiz do'stlar. Biz haqiqatni aytamiz. Birinchisi mana qalinligi ham yo'g'on shaftoli mana. 30 ming sotildi. Hozirgi narxi bozorda tugayotgan oxirida 20 ming, 25 ming sotildi. Eksportga 30 ming sotildi. 30 ming shaftoli juda zo'r pul. Kalibrni o'lchaymiz, buni ichlarini ham kesib video qilib qo'yamiz. 60, 65, 70, 75, 80 ga qo'yar ekanmiz buni endi. Mana bu kalibr o'lchaydigan aniq o'lchab beradi. Mana 85 grammli chiqsa agar 200 grammli bo'ladi. Mana 85 kalibrda Samanta. Juda yirik, massasi juda zo'r o'tiradi. Bu O'zbekiston barcha hududlarida ham bo'laveradi. Ertagi joylarga borsa, Navoiy, Buxoro, Samarqand, Surxondaryolarga borsa, Termizlarda bu 20 kun oldin pishib qo'ygan bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi mana uchi qaytgan, rangi chiroyli, jozibador, o'ta tiniq shaftoli. Buni eng muhimi do'stlar, bir oydan keyin ham ursangiz qarsillaydi. Mana qattiqligi zo'r. Eksport varianti bu Amerikaga ham boraveradi do'stlar. Buni eksport qiladi. Buni kalibri ham yirik. Dumaloq shaftoliga mana 65, 70, 75 ga shunday edi. Mana 70 ekan aka. Mana 70 ekan akalar, bu kalibri 70 ham juda yirik shaftoli hisoblanadi. Dumaloq listilarga hisoblaganda. Buni ham ichlarini kesib ko'rsatamiz. Buni rangiga baho beringlar. Mana bu ham zo'r shaftoli. Mana bular endi bular hozir Patagonia degan shaftoli, mana Patagonia. Rangi ham chiroyli, mana lissi yaltiroq. 55 bo'lsa mana 60 ga ham qo'yib ko'ramiz. Mana 60 kalibrda bo'ladi. Patagonia bu mashetdan sotildi, bu ham 20 ming atrofida, 20 ming, 25 ming atrofida bu ham sotildi. Yaxshi, bu ham zo'r. Bunisi akalar Ufa, mana Ufa shaftoli, bu ba'zi bir joylarda endi pishdi, sovuq joylarda bundan keyin bir 10 kun, bir haftadan keyin rang olib tiniq bo'ladi bu ham. Ufani ham kalibri yirik do'stlar. Samantachalik bo'lmasa ham yirikroq. Mana 85 chiqdimi Samanta? Mana Ufa ham 80 turibdi. Mana tushgan yo'q, bu hisoblamaymiz, sababi tushish kerak shunday bo'lib. Mana 70, 75 ga ham tushaveradi bu. Mana 75 ko'rsataylik. Mana 75. Ufa shaftoli 75. Endi akalar mana buni ichini ochib ko'rsatamiz. Ichlari bashti bir-biriga o'xshash, lekin qattiqligi sifat bo'yicha mana bu Samanta, bu ham 1 oy turaveradi. Bu Ufalar ichi ichoq bo'ladi. Buni ichi mana rang olishni boshlaydi mana. Mazasiga gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Fikri bo'lsa yeb ko'ramiz. Mazasi o'ta dahshat. Yaqindan ko'rsating. Mana qovunga o'xshab chiqadi ichi. Nima qimmat sotiladi? Shirin shaftoliligi uchun. Samanta. Mana endi akalar bo'yniga so'raydi, hammasi bir-biridan zo'r ekan. Bu mana qattiqligi bo'yicha juda yirik akalar, keyin ham qattiq, ham rangi ham jozibador, chiroyli shaftoli. Mana ichi niq bo'ladi. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Qasilliqligi zo'r. Shakar birikti do'stlar, juda baland, shirin bu ham. Bunda akalar mana Patagoniani kesamiz. Patagonia shu bibingga o'xshagan mana. Mana Patagonia. Xullas ko'ram, mana bu ham Samantaga o'xshash, lekincha kechroq pishadi. 5 kun, 10 kun kechroq pishadi. Bu pishib tugab bo'ldi. Bu endi birinchi pishgan joyi. Akalar, bizga telefon qilsalar, buni eng zo'r go'shtlarni sizlarga tavsiya qilamiz. Katta yer maydonlarga borib ekib berish xizmati, yetkazib berish xizmatlari bizda